Salom hammaga, yaxshimisizlar, bormisizlar? Bugun yaxshi ko'rgan insonimiz bilan, aqlimizda inson bilan taqdirimiz birmi, birga oila quramizmi, yarashib ketamizmi degan mavzu bo'yicha rasklat qilamiz. Har doimgidek ikkita variant bo'ladi. Ikkita variantdan bittasini tanlaysizlar. Aqlingizdagi inson bilan taqdirlaring birmi degan mavzuda o'chirim qilamiz. Unda biz birinchi variantdan boshlaymiz. Aqlingizdagi inson bilasizmi, qandaydir to'siqlarga uchragan, hozirda ikkilanishlarda, to'siqlarda turibdi. Yo'llari berk holatda turibdi bu inson. Xo'p, taqdirlaringiz yana dalishi nima bo'ladi? Nima sababdan bunaqa bo'lyapti? Ko'rib chiqamiz. Bu inson kurashmoqchi, lekin har qanaqa vaziyatda ham kurashmoqchi bu inson. Xo'p, yana nima bo'ladi bu inson bilan? Mehnat qilayotganligi bor, mehnatlarini sarmoyasini olayotganligi bor bu inson. Xo'p, lekin qandaydir jahl ustida turibdi, nimalardir muammolari bormi, yo bo'lmasa qandaydir yechim topolmayaptimi, shunaqa siz bilan urushib qolgan yoki yechim topolmayotgan vaziyatlarda turibdi bu inson. Xo'p, lekin siz tomonga qadam tashlashi bor, harakat qilishi bor, yaxshi ko'rishi bor, juda ham sizni jozibali ayol deb bilyapti, yaxshi ko'rgan insonim deb bilyapti bu inson. Yana nima gap? Osilib qolgan, ikkilanishlarda qolgan hozirda, lekin albatta vaqti kelishi bilan siz tomonga harakat qiladi. Dalsha yana nima bo'ladi? Qarshiliklar bo'lyapti, lekin taqdir tuhfasi bilan birga bo'lib ketishlaringiz bor. Taqdir tuhfasi bilan birga bo'lib, menimcha taqdirlaringiz bir bu inson bilan, qarorlari ham qat'iy bu inson deb bilaman men. Chunki juda ham chiroyli kartalar tushdi. Xo'p, dalshi yana nima bo'ladi? O'shani hozir ko'ramiz. Qarang bu yerda, lekin taqdir tomonidan qanday tuhfalar ham berilyapti-da sizlarga. Dalshi birga bo'lasizlar, taqdirlaringiz bir. Xavotir olish hojati yo'q. Birinchi variantdagilar juda ham chiroyli rasklat bo'ldi. Endi ikkinchi variantdagilarni ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi variantdagilar. Ikkinchi variantdagilarga rosa qarshiliklar ko'p. Har tomonlama qarshilik kelyapti, yo'lini ko'rmayapti bu inson, ko'zlari bog'liq holda turibdi. Rosa jostki energiyalarda bu inson sizga nisbatan negadir urushib qolgansizlarmi? Yaxshi ko'rishi bor-u qandaydir ko'nglida, lekin ikkiyuzlamachilik ham qilyapti. Bu narsani bildirmaslikka harakat qilyapti sizlarga. Vayronagarchiliklar bo'lyapti, buzilishlar bo'lyapti, janjallar bo'lyapti bu inson bilan. Qarshiliklari bor, yo'llarida to'siqlari bor bu insonni. Sizga qilichlarni ko'tarib turibdi, janjallar bo'lgan, dilozorliklar bo'lgan bu inson bilan yaxshigina. Didi-kudi bir-birlaringizga didilar bo'lgan. Bu inson o'ylovlarda qolgan, hozir boshi qotgan, nima qilishni bilmayapti. Lekin tuyg'ulari bor bu insonni. Rosa siqilishlarda qolyapti, yaxshi ko'rishi bor, lekin tuyg'ulari bor. Lekin siqilishlarda qolyapti. Har tomonlama qarshiliklar, zarbalar kelyapti bu inson. Siz ham menimcha bu insonga qilichlaringiz ko'tarib turibsiz, unaqa nimadir gap so'z bo'lganmi bu inson bilan o'rtalaringizda? Bu inson ham juda ham ikkilanishlarda hozirda, lekin qandaydir hozirgi vaziyatlaringiz og'ir bo'lgani bilan kelajakda yaxshi bo'lib ketish kunlari, yorug' kunlar kelishi ko'rilyapti. Ishlayotgan mehnatlar sarmoyasini olish ko'rinyapti. Lekin hozirda birozgina sizga nisbatan jahlda turibdi, jahl ustida turibdi. Taqdir tuhfasi tomonidan qandaydir nimalar, imkoniyatlar kelyapti bu insonga. Bu inson ham siz tomonga qarab turibdi, lekin yo'lda qarshiliklari bor, dilozorliklar bo'lib o'tgan, gap so'zlar bo'lib o'tgan, ko'ngil og'rishlar bo'lib o'tgan, lekin dalshi kelajakda o'yin kulgu, yaxshi kunlar kelishi ko'rilyapti. Har qanaqa holatda ham yengib o'taman deyapti. Hozirda biroz ikkilanishlarga tushib qolgan
bo'lsa ham har qanaqa holatda yengib o'taman, biz baribir birga bo'lamiz, bu insonni qo'yib yubormayman degan maqsadlarda turibdi. Ikkinchi raskladimiz ham yaxshi chiqdi, faqat birozgina kutishlaring kerak. Shaxsiy ochirim uchun WhatsApp orqali murojaat qilasizlar. Birinchi murojaat qilib olib, ishlaring hal qilib, keyin yo'qolib ketib, unaqa qilmanglar. Meni energiyam tushadi, yuki o'zlaringga tushadi. Hech bo'lmasa